RoboContest'dagi 0,79 masalan C++ deyishamiz. 10.000 qadam. Bunda qadamlar soni beriladi. Shu qadamlar sonini 10.000 ga nisbatan necha foizini tashkil qilishini topishimiz kerak, chiqarishimiz kerak. Masalan, 5.000 qadam 10.000 qadamni 50% tashkil qiladi. Bir qadam 10.000 qadamni 0,100% tashkil qiladi. Faqat bu yerda ortiqcha nollarsiz chop etilsin deyapti. Masalan, bu yerda 5.000 qadam 10.000 qadamni 50% bo'lsa, 50.00 emas, 50 ni o'zini chiqarishimiz kerak. Bu yerda mayli agar butun emasmi, vergullik bo'lib chiqaraversin ana. 0,100 bo'lib. Xo'p. Endi bu nimani o'zini qanday topamiz? Foizni qadamni, o'sha yurilgan qadamni 10.000 ga bo'lib 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Endi mahrajda demak 10.000, yana ko'paytiryapmiz 100 ga, 100 lar qisqarib ketsa 100 ga bo'linadigan bo'lib qoladi. Ya'ni mahrajda 100 bo'ladi. Ya'ni ana masalan 50.000, 5.000 mi? Buni 100 ga bo'lsak 50 qoladi. 50. Buni 100 ga bo'lsak 0,100 bo'ladi. Xo'sh, endi C++da in tipida n o'zgaruvchi e'lon qilib oldik va buni sin bilan o'qib oldik. Endi n 100 ga bo'lgandagi qoldiq, ana qoldiqni hisoblaydigan operator. Bu 100 ga bo'lgandagi qoldiq 0 bo'lsa, ya'ni 100 ga bo'linsa deyapmiz. 100 ga bo'linsa, ana n ni 100 ga bo'lib chiqaryapmiz. Bu yerda bu butun son bo'lgani uchun natija butun bo'ladi. Biz xohlaganimizdek. Endi aks holdachi 100 ga karali bo'lmasa-chi, 100 ga bo'lib chiqar. Ikkalasi ham bo'lyapti, lekin ana bu yerda vergullik songa bo'lyapti. Ya'ni natija double tipida bo'ladi endi. Natija vergullik chiqadi. Bunda ikkalasi ham butun bo'lganiga butun chiqardi. Bunisida vergullik chiqadi, 100 ga karali bo'lmagan holatda. Ya'ni accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. To'liq videoni ko'rish uchun havolaga bosamiz.